Ve endi Fransadan qutuldim, mahallasidan. İtalyada mazaqi yuraman desam. Qayda? İtalyada mahallada yurasan degan ekan. Yurtimiz naqlamiz, ilojimiz yo'q ekan. Niger! Kelyapti hozir. Qoch. Chorrahasi ham kichkina bo'lardi, deb o'ylamiz endi. Chorra ustlariga chiqib ketaveramiz, qizi yo'q. Bormi og'riq? Bormi og'riq? Og'riq yo'q. Метров. На втором повороте поверните направо, потом сразу поверните налево. Mahal İtalyanın mahallasi ekanda endi men mahalladan chiqmasin degan prikaz bo'lib chekili menga. Ayli yuraveramiz, qizig'i yo'q, tomosha qil. Yana yigit. Nega? Qarad. Nega? Bos kelyapti. Поверните направо, потом сразу поверните налево. Niger! Onu nima u? Поверните налево. Ko'char ovozingda поверните ursan, o'zi bitta yo'l yibar. Billa mashina kelyapti. Продолжайте ехать по дороге 4 километра. Bo'ldi, ana 4 kilometr yuramiz. Ammo pashshaga bola bormi? Qana pashsha zeriktirdi meni, pasharamga qo'naverib, yobina urib. Nariroqda uchsa bo'lmaymi ekan, men hozir borib to'xtaydi, shu bilan kurashaman. Assobiy kurashaman. Ushlab olaydi, qanotini yulib qo'yib yuboraman. Uchalarmikan, qo'nalarmikan men betimga. Ilyos. Nigerga berib yuboraman bildi. Sog' bo'linglar. Menejer молодец, mahallada yo'l beryapti. Mazza qilib.